Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Farg'ona viloyati Dang'ara shaharchasiga keldik. Nodir aka ismli klientimizga 24 talik komplektlarimizni topshirib, ushbu xonadoniga o'rnatdik. Bizga yoqdi. Nodir akani o'ziga qanaqa yoqdi? Hozir dicha suhbatini olamiz. Akani o'zi ham rosa gaplashadigan ekan. Xush kelibsizlar ukalar. Xush bo'ling aka. Ilohim omadlarini bersin. Xalqqa shunday chiroyli ishlar qilyapsiz. Juda xursandmiz. Sizlardan ko'p narsalar olganmiz, o'rtoqlarimiz olgan. Ukamiz shu Shohribekning ishlaridan juda minnatdormiz. Nihoyatda chiroyli ish, arzon, sifatli. Men juda ko'p joylarga borganman. Xuddi shu mebellarni ko'zim bilan ko'rdim. 40 millionga olganlarini ham ko'rdim. Mana shu mahsulot. Mana bular 16,5 millionga olib qo'yib berdilar. O'sha sifat, o'sha narsa ming rahmat. Shuna tarbiya qilgan bolalarning ota-onasiga rahmat. Ilohim shuna chiroyli ishlarni qilib, xalq duosini olib, halol pullar topib, halol ishlarga sarflashni nasib qilsin. Mingdan ming rahmat. Xalqimizga ham tavsiya qilaman, faqat shu ukamdan o'ylar. Qanaqa mebel kelyapti, stul kerakmi, nima kerak bo'lsa shu ukamdan olaveringlar. Rahmat. Endi aka, misol telefonda ko'rdingiz, rasmda videolarni yaqindan olib ko'rsatdim. Albatta. Ish videodagidek ekanmi? Undan a'lo ekan. Men misol injiqman narsalarga, lekin bu ham tez, mana 3 kun, 4 kunda ichida telefon qildim. Uka, mana shuni qilib bering dedim, bizga zararroq deb bo'ldi dedi, birpas yetkazib keldilar. Tayyorlab, aka mana Ramazon oyi bo'lsa ham, kechasi bilan bo'lsa ham qilib beramiz deb, ming rahmat bularga. Juda xursand bo'ldik bu qilayotgan ishlaridan. Chunki bu narsani zakasini qilib, tayyor mahsulot yo'q ekan, birpasda tayyorlab shunchalik yetkazib berganligingdan mingdan ming rahmat. Salomat bo'linglar. Gapingizni oldim. O'zi klientlar murojaat qilsa, bir hafta 10 kunsiz zakaz olamiz, qabul qilamiz. Chunki bitish jarayoni ham 2-3 kunda bitadigan narsa emas o'zi. Sizga tayyor mahsulotimiz zagotovkasi sal yaqinlashgani uchun 24 talikni siz aytgan muddatga ulgurib bera oldik. Yashanglar, rahmat. Baraka topinglar. Juda xursandmiz. Boqa taraflarga ham imkoniyatimiz bor dastavka qilishimizni. Shofyor akalarimizdan chiroyli upakovka holatda qilib chiqaramiz. Muammosiz yetib boryapti. Pastda nomerlar qoldiramiz, bog'lanish uchun bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli, sifatli qilib yetkazib beramiz. Ramazon bilan tabriklaymiz yana bir bor. Ilohim tutgan ro'zalar qabul bo'lsin. Shunday yaxshi narsalarni to'ylarga, marosimga ishlab nasib qilsin hammaga. Sog' bo'linglar ukalar, rahmat.